Xalqim, oxirigacha ko'ring. Biz endi boshladik. Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun sizlarga original Titan fermasiga tegishli 5 litrli baklarga ega, juda sifatli ishlangan, ko'rib turibsiz. Voziqlarni ham ko'ringiz, juda baquvvat ishlangan original motoblogini sizlarga obzorni qo'yamiz. Bu motoblog 7 kuchga ega bo'ladi. Bu motoblogda sizlarga bo'ynak bassin datchiklarni ozroqgina obzorni qilgan edik. Bugun sizlarga hozir ishlash jarayonini to'liqroq tushuntirib o'tamiz. Ekranga like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Ekranga yaxshiroq o'rnashing. Hozir sizlarga buni yurish jarayonlarini ko'rsatamiz. Kelasizlar. Tak, patsot, benzin krani. Tortkichlarni bir ko'ringizlar, вообще baquvvatan zo'r ishlanganda. Mana oddiygina. Kerak. Ishlashiga e'tibor beringlar, ishlashiga. Akalar, men gapiryapman. Вообще-da bu ishlash jarayoni вообще qulay, ham baquvvat ishlangan. Chunki men bir xil motorlarni olasizlar, korobka shiqiladi, motor shiqiladi, unaqa narsa umuman yo'q. Ishlash jarayoni juda ham zo'r. Chunki motoblok akalar idealniy motoblok hisoblanadi. Puliga tasdiqlaydi motoblok. Videoni oxirigacha ko'ring, pullarni tushuntirib o'taman sizlarga. Ketdik. Birinchi skorda ketyapmiz. Birinchi skori faqat. Chunki birinchi skori bularda juda ham melki yuradi. Вообще. Chunki birinchi skorlarni qo'yib qo'ygan jarayoningizda o'tirib ham o'zingiz shunday ketaversangiz ham bo'laveradi mana. Bemalol like, podpiskani bosib ko'radigan joylaringiz. Motoblokda idealnisi bu birinchi skori. Ham gazini ham ko'rasiz, hali gazi bor-ku. Melkida turibdi, hali gaz berganimiz yo'q. Tovushini ham eshitdingizlar, motorga bir shum yo'q. Hali motoblok apkatga qilinmagan. Hali motoblok shunday turibdi. Motoblok qanaqa bermoqchisiz? Operatorlar keling. Bir emas, zavod motor mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Ancha yaxshi ishlangan motoblok. Bittagina nima? Любой yangi mashinada ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Вообще klassli ishlangan motoblok hisoblanadi. Sizlarga hali buni ustiga bir 200 kg, 300 kg yuklar qo'yib, sportni ham ko'rsataman. Chunki nima qilish kerak? Bemalol kommentariyaga o'zingizni fikrlaringizni bildirib ketingizlar. Kommentariyani qo'yib qo'yamiz. Kommentariyaga eng zo'r faol bo'lgan ishtirokchimizga akalar bitta narsani konkurs o'tkazamiz. Kommentariyaga kim zo'r like, kim zo'r nimani topshirgan insonga o'zimiz firmamiz tomonidan bepul akalar traktor olgani kelganida bitta like, bitta podpiskani bosib qo'ygan holda pulidan tashqari mana keladi, savdolarchi pulini olishadi-ku, undan tashqari like'ni bemalol kommentariyani ko'rsatir aka mana desa, o'ynagan inson kamida bizda 10 ta videomizga kommentiga eng yaxshi komment yozganiga bitta katta drill bor-ku, drill. O'sha drilldan o'zimiz sovg'a qilamiz. Bemalol kelib o'zlari buni bonusdan tashqari yana uni bonus komment uchun qo'shimcha bonus olishi mumkin. Bu zadniy xodga ketyapmiz hozir. Zadniy xodga bemalol akalar, bundan ziyodi bo'lmaydi. Motoblokning bari faqatgina olish kerak, apkatkasini bilishga ishlatish kerak. Misol, TH deganlarga TH motoblogimizni birma-bir ishlaydigan. Xohlasalaringiz kommentariyaga bildirsalaringiz, TH motoblogi bilan o'zi qo'yib ham ko'raveraman. Chunki shu обычный
katta korobkalardan qo'yilgan 7 kuchli motoblok hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, bu motoblogimiz narxi like, podpiskani bosib, kommentariyaga yozsangiz 3 million so'm. Ko'p pul emas, 3 million so'mga xarid qilishingiz mumkin. Yana nimalari bor komplektda desa, to'l qator taksi qator frezer va motoblogimiz bo'ladi. Aravasiga keladigan bo'lsak, aravaga 1 million 900 ming so'mdan aravani ham xarid qilishingiz mumkin. Shunday ekoni sizlarga aka 4 million 900 ming so'm kelib xarid qilishingiz mumkin. Motoblokda mashina datchiklari bor, 5 litr baklardan jihozlangan original motoblok hisoblanadi. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Akalar, aytganimiz gapimiz gap. Kommentariyani bomba qilib porlatgan ko'p emas, 10 tasi kommentariyani ko'rsatamiz, 10 tasini ko'rib chiqamiz, o'zimiznikini bo'ldi, muammosiz. Bitta direl o'sha odam yo'q. Siz sidqidildan padarka, muammosiz. Bo'lmasa gapimizga gap, javob. O'zinikidan buni sizlar kelasizlar. Sizlarga bizlardan moy poy narsalari padarka qilib beriladi. Moy poylari bonus sifatida shunga ham beriladi. Korobkaga solingan, motorga solingan moy shart tekshirib beriladi. Xohlasangiz, viloyatdan telefon qilsalaringiz, moylarni korobkaga solamiz, moylarni solib sharti berilamiz. Akalar, bu motoblok qarang, korobkasini qarang, korobkasini na shum, na narsa bor. Biz motoblok ishlatganmiz, motoblok shumi, korobka narsani yaxshi tushunamiz. Shuning uchun aytyapman. Korobka, katta korobka, motorlar, katta motor. Bu motorlar ko'rishingiz mumkin. Akalar, motorlari ham, sifatlari ham zo'r. Rullari chapga o'ngan bo'ladi. Ataga kelasiz, 3 million so'm moy poylari ichida. Like, podpiskani bosib qo'yamiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin.